Xudo xolasa klientlarimizdan ko'p. Kimga sifatli, zo'r g'ollar kerak bo'lsa, xudo xolasa do'konlarimizga bemalol kelaversa, assortimentlarimizdan ko'p. High-tech deysami, klassika, neo klassika deysami, turkman pechat gilamlarimiz deysami, nechikinni olaman desanglar, mana high-tech gilamlarimizdan 1 oydan 12 gacha nasiya savdo. Yana turkmanlik klientlarimiz ham kelib bemalol savdo etib turibdi. Sizlar ham kelaverasizlar xudo xolasa. Tovar ko'p. 1000 so'm bo'ladi ishi durishi. Bir katta gilamimiz. Eldan to'lovsiz 12 ga qarz olsanglar bo'ladi. 840 ming so'm 12 ga bo'lsang. Oyna 70 ming so'mdan to'lab turib ham gilam xarid etsanglar bo'ladi. Bu azlarimiz ham sifati o'rtacha gilamda. Ya'ni aytganimizdek, dimom qalin emas, dimom yuqqan emas. Bundan keyin qalınroq so'ragan yurtdoshlarimiz uchun qalınroq gilamlarimizdan ham bor. Bu ajimizga qaranglar, sifati zo'r. Qalin gilam so'raganlar uchun eni 3 metr, uzunligi 5 metr. Bu gilamimizdan xudo xolasa hamma razmerlari do'konimizda bor. 120 ming so'mdan har bir kvadrati, ishi bir katta gilamimiz 1 million 800 ming so'mga tushadi. Oyna 150 ming so'mdan to'lab turib, do'konimizdan xarid etsanglar bo'ladi. Eni 3, uzunluğu 5 metr. Aytganimizdek, do'konimizda 4'e 5, 4'e 6, 4'e 7'ler ham bor. O'zlarimizga o'ng'ayli bo'lsin deb shu razmerlarni sizlarga ko'rsatib turibmiz xudo xolasa. Bu aja qaranglar, hozirgi kunda eng trendda bo'lib turgan ferrozakas movisetlaridan biri. Bu azlarimizdan har bir kvadrati 120 ming so'mdan tushadi. Bu azimizdan sifati zo'r, dahshati yaxshisi. Bu aja qaranglar, sifati zo'r. Bir uzun bir teraskalar ham zo'r ketadi. Eni 3, uzunligi 6 metrlik gilam. 2 million 160 ming so'm shu durisi. Pasport plastik bilan kelasiz, eldan to'lovsiz. 180 ming so'mdan turib, ichi gilamlarimizni bemalol xarid etsanglar bo'ladi. Sifatini o'zlarimiz javob beramiz xudo xolasa. Bunda bahosi arzonroq chiqadigan. Chunki endi razmerlar ham kichkinaroq bo'ladi. Eni 3, uzunligi 5 metrlik gilam. Qalınlığı endi dimom yibiladi emas, yubka emas. Unga nisbatan qalin bo'ladi. Xudo xolasa sifatlari ham zo'rlashadi. 15 kvadrat. 1 million 800 ming so'm ishi gilamimizning narxi. Sizlar oyna 150 ming so'mdan to'lab turib, ishi gilamlarimizni xarid etsanglar bo'ladi. Durishini bir baho berib qo'yinglar. Xudo xolasa videolarimizga like bosishdan chiqmasin. Nechalik like ko'p bo'lsa, shunchalik ko'p odamga tarqaladi. Bunda 3 metre 7 metr so'ragan yurtdoshlarimiz uchun 3 metre 7 metrlik gilam. Bu aja qaranglar. Vobshim dahshat. 21 kvadrat bo'ladi. 120 ming so'mdan ko'paytirasan. Necha so'm chiqadigan bo'lsa, shuni o'z narxini bo'lib to'laysiz. Ustiga hech qanday aytganimizdek ustama qo'yilmaydi. Kelasizlar, sirazi ishlaringizni bitirib beraman. 2 million 520 ming so'm bo'ladi ishi durishi. Oyna 210 ming so'mdan to'lab turib ham ishi gilamni olsanglar bo'ladi. Uzun bir teraskaga zo'r ketadi. Zo'r bo'lib tushib, yarashib turadigan g'oli xudo xolasa. Bunga qarang vaqtida qalinroq g'ollarimizdan ham dim ko'p. Videoni o'tirmang, diqqat bilan ko'rsanglar, hammasini yayib ko'rsatib beraveramiz. 200liklarni o'taver, uni qo'y, ko'rsatib o'tirmadan. 200lik g'ollar o'taver. Hozirgi kunda masalan xalqimizga ma'qul, ko'p yaxshi ko'rib o'tirgan gilamlarimiz, sredniy gilamlar, kvadrati 200 ming so'mlik gilamlar, shu zo'r. 150, 160, 170 ming so'mliklari doğrusan 120 ming so'mlikdan farq etmeydi. 120 ming so'mligi zo'r desam ham bo'laveradi unga qarang vaqtida. Bu 200 ming so'mligi. Qalınlığı qalin, sifati zo'r, yana sochak, yan başında koja bo'ladi. Bundan tashqari qalınlıqdan qalin bo'ladi. 3 metre 5 metrlik gilamimiz 15 kvadrat. İşte bir katta gilamimiz 3 million so'm pul oladi. Do'konimizga kelib turib, pasport plastiklaringiz bilan oyna har bir 250 ming so'mdan to'lab turib, shu gilamimizni xarid etsanglar bo'ladi. Kvadrat metrini hisoblasak 200 ming so'm, ishi durishi 3 million so'm bo'ladi. Üstüne hech qanday ustama qo'yilmaydi. Yana bir aytib o'tamiz, do'konlarimizda har xil razmerlari bor. Razmerdan muammo yo'q. Eni 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6 metrlik, 7 metrliklar ham bor. 200 ming so'mlikni 3 metre 6 metrlikka. Bu esa qaranglar, eni 3, uzunligi 6 metr, 200 ming so'mdan hisoblaymiz. Ishi durishi bir katta gilamimiz 3 million 600 ming so'm pul oladi. Oyna 300 ming so'mdan to'lab turib, gilamlarimizni xarid etsanglar bo'ladi. Endi ipaklardan ko'rsat. Hozirgi kunda xalqimizga ma'qul bo'lib turgan, ko'pchilik xalab turgan ipak gilamlarimiz.
Bu özlerimiz ham bir qator yurib o'taverasizlar. Bu ağaca qaranglar, yana 3 uzunluğu 5 metr ipekni yaxshi yuradan klientlarimiz uchun 15 kvadratlik kelam, sifati zo'r. Undan tashqari ibellarina cho'kma bo'ladi, o'zidan bo'rt chiqqan. Yuvib, siqib ishlataverasizlar. Durishi 3 million so'm. Eldindan to'lovsiz oyna 250 ming so'mdan to'lab turib, ish gilamlarimizni xarid etsanglar bo'ladi. Kelasizlar, sirazi ishlaringizni bitirib beramiz. Oyna 250 ming so'mdan tushadi shunda. Yana 3 uzunluğu 5 metr 3 millionlik kelam. Üstüne hech qanday üstama qo'yilmaydi. Ko'pal yayib boshqa. Bularning dizaynlari ham ko'p. Toza partiya oldirganmiz sizlar uchun. Yana ipekni yaxshi yuradi Allah uchun. Yana 3 uzunluğu 5 metr 15 kvadratlik kelam. Bu acımız ham cho'kma gilam, sifati zo'r. Ayna 250 ming so'mdan to'lab turib, bu gilamlarimizdan bemalol xarid etsanglar bo'ladi. Yuvib, siqib, dapib, yenchib ishlataverasizlar. Xullas ish qilib yesh bola bo'lmaydi. Bunda Ferzakaz moviy svetni yaxshi yuradi Allah uchun. 3 metre 4 metrliki razmeri kichaygan hisobına pullar ham arzaroq chiqadi. Bu 12 kvadratlik kelam, ishi durusi 2 million 400 ming so'm pul bo'ladi. Ayna shunda sizlar xudo xolasa 200 ming so'mdan to'lab turib, menning gilamlarimizni xarid etsanglar ham bo'laveradi. Bu aytganimizdek ipek gilam yanından bir xil ko'rsanadigan. Hozirgi kunda hamma uyni atashim tatib turibdi-ku. Hozirgi remontlara zo'r tushadigan gilamlarimizdan biri. Ko'pchilikka manzur o'tirgan, ma'qul o'tirgan gilamlarimiz. Bunda boshqacha dizaynlardan ham oldik ko'pmi sizlar uchun. Xudo xolasa videolarimizni like bosinglar. Kanalımıza abone bo'lib qo'yib, kommentariya o'zlaringizni fikrlaringizni yozaverasizlar xudo xolasa. Yana bu aja qaranglar endi. Ne dedi gullari? Vobshim dahshat, sifati zo'r. Yana 3 uzunluğu 5 metrlik gilamlarimiz 15 kvadrat. İşi duruşu 3 milyon so'm pul bo'ladi. Kvadrat metrini hisoblasak 200 ming so'mdan bo'ladi. Oyina xudo xolasa sizlar 250 ming so'mdan to'lab turib, ishi gilamlarimizni xarid etsanglar bo'ladi. Sifati zo'r. Bemalol yuvib, siqib ishlataverasizlar. Gullar ham yana o'zidan bo'rtib chiqqan bo'ladi, cho'kma. Buyandan bir xil dizayn beradi. Bu ajlarimizni yana boshqacha raqrisonkalari bor. Ko'pchilik odam cho'mniroq svetini yaxshi ko'rganlar uchun cho'mnizidan ham oldirib ko'pmiz. Video davomida ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Baholarni ham yana chiroylatib beramiz. Yana mana bir yerlar zo'r durishini qaranglar. Umuman svet o'zgarib ketadi. Ko'rdinglarmi? İpekni yaxshi ko'radi Allah uchun hemen dizaynlari ham bor. Bu yerga qaranglar. Şimdi bir dahshat uyini açıp bagati bo'ttiradan gilamlarimizdan biri. Bu azlarimiz ham xudo xolasa 3 metre 4 metrlik 12 kvadratlik gilam 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Ayna xudo xolasa sizlar 200 ming so'mdan to'lab turib, ipek gilamlarimizdan xarid etsanglar bo'ladi. Avvalgilarda endi 10 million 20 million inglab o'tirish shart emas. Do'konimizga kelasizlar. Sizlar uchun halol nasiya savdoni yo'lga qo'yganmiz. Bemalol do'konlarimizga kelib, o'z narxida xarid etsanglar bo'ladi yana. Serini yaxshi ko'radigan yurtdoshlarimiz uchun. Bunda zalatisti bo'lsa, bunda o'zi seri svet durishini qaranglar. Bu ajimiz ham cho'kma, ipek gilam. 3 metre 4 metrliki 12 kvadrat oladi. İşi durushi bu gilamimizni xudo xolasa 2 million 400 ming so'm. Ayna shunda 200 ming so'mdan to'lab turib, bu gilamlarimizdan xarid etsanglar bo'ladi. Sifatına o'zlarimiz javob beramiz. Yuvib, siqib ishlataverasizlar xudo xolasa. Bunda kvadratı 300 ga o'tdi. Buni o'zi yayilgandan ham ma'lum, gullar ham diptiniq, sifati ham zo'r bo'ladi xudo xolasa. 3 million 600 ming so'm bo'ladi bu gilamlarimiz. Sizlar nasiya savdo bu gilamlarimizdan olsanglar bo'ladi. Oyna 300 ming so'mdan to'lab yuraverasizlar. Onun 5 milyon 6 milyon mesela 7 milyon so'm bo'lib ketmedi. 3 milyon 600 ming so'mga kelasizmi, shu bahada qoladi. Hech qanday üstama qo'yilmaydi xudo xolasa. Kelasizsa, sirazi ishlaringizni bitirib beraveramiz. Hemen dizaynlarından ham bor. Bu aja qaranglar. Vobshim sifati zo'r, cho'kma gilamlar. O'zidan bo'rtib chiqqan. Uyini ochib, bagati bo'lib turadigan gilamlarimizdan biri xudo xolasa. Bu ajlarimiz ham sifati zo'r. Keyin sizlarga xudo xolasa bir chiroyli bir aksiya qo'yib beramiz. Do'konimizga kelasizlar.
aynan именно mana o'zimni kanalimdan ko'rib kelgan yurtdoshlarimiz uchun 5 million so'mdan ziyodroq kelolmasanglar bir joy namoz xudo xolasa qo'shib beramiz. Shuningdek her namazlarinizda dilay-dilab o'tiraverasizlar xudo xolasa. Faqatgina shu kelamda 300 kanalından gördüm degan yurtdoshlarimiz uchun, minglab gap turgan odamlar uchun qo'shib berilmaydi. Uni her videolarimizda aytib o'tamiz xudo xolasa. Videolarimizni aniqlik bilan her gün aniq ko'rsanglar, yangiliklarimiz ko'p. Yana bir chiroyli aksiya qo'yib beraman.